Men semiz ayolga uylamagan bo'lardim. Ajelaxon, hapomang bu sizga motivatsiya bo'lishi mumkin. Meni qiyofamni eslab qoling. Semiz qizlar yoqmaydi erkaklarga. Agar yoqqanda shu 20% ichidan solgacha turmush qurgan bo'lardingiz. Chunki mana men nima demoqchiman? Siz ayolga bunday 80% ichidadirlar mayli. Qanaqa topgan oyligini qaynonasiga berish kerakmi? Ha? Berish kerak, ha? Nega? Qaynona qilgandagi o'g'lini berib qo'ygandagi qaynona boqish kerak, qaynotani boqish kerak. Nimaga boqmaydi kelin? Nima uchun kelin qiladi odam? Kelin boqish kerakmi? Ha, boqish kerak qaynotani. Hurmat qilish kerak, og'risini joyiga qo'yish kerak. Nima uchun fursatlar kelin qiladi odam? Nimaga uy beradi, joy beradi? Meni qiriligimga boqsin, kirimni yuvsin, joyimni sotib, uyimni sipisin deb kelin qiladi odam. Behuda o'g'lini berib qo'yadi buni qo'yniga. Men bilan yotib yurgin deb. Bizlarda kelinlar qiladi. Qilmasa haydab yuboramiz. Kelin qilmayman. Rahmat.